Shoshilinch xabar. O'zbekistonda jazirama issiqlar e'lon qilindi. Kuchaga chiqmang. Ertadan boshlab O'zbekiston bo'ylab aniqlangan jaziramalik ko'tariladi. Harorat ba'zi hududlarda 41 darajagacha yetishi kutilmoqda. Bu videoda qaysi viloyatlarda issiq havo kuchli bo'lishi, qanday ehtiyot choralari ko'rish kerakligi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Kuchaga chiqmaslik uchun qanday sabablar bor? Issiqda o'zingizni va yaqinlaringizni qanday asrash kerak? Hududlar bo'yicha ob-havo prognozi. Kanalga obuna bo'ling va ob-havo yangiliklaridan xabardor bo'lib turing. Diqqat! Yangi hafta boshidan boshlab mamlakatimizga anomal issiqlik to'lqini kirib keladi. Harorat +42 daraja va undan ham yuqori darajada bo'lishi mumkin. Sinoptiklarning ogohlantirishicha, bunday issiqlik inson salomatligi uchun xavfli hisoblanadi. Hali yoz boshlanmagan, ammo ob-havo allaqachon moysiz qovurish rejimiga o'tdi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, xabarimiz keng tarqalib, barcha O'zbekiston fuqarolariga yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.